Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi videoda islom dini haqida ko'pchilik bilmaydigan va har bir musulmon bilishi foydali bo'lgan 50 ta qiziqarli faktni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha albatta tomosha qiling, chunki oxiridagi faktlar sizni hayratda qoldirishi mumkin. Boshladik. Birinchi fakt: islom so'zi Allohga bo'ysunish va tinchlik ma'nolarini anglatadi. Ikkinchi fakt: islomning muqaddas kitobi Qur'oni Karim. Uchinchi fakt: Qur'on 23 yil davomida nozil bo'lgan. 4-fakt: Qur'onda 114 ta sura bor. 5-fakt: Qur'onda 6000 dan ortiq oyat mavjud. Oyatlar soni qiroat usullariga ko'ra biroz farq qilishi mumkin. 6-fakt: eng uzun sura Baqara. 7-fakt: eng qisqa sura Kavsar. 8-fakt: birinchi nozil bo'lgan oyatlar Iqro, ya'ni o'qi so'zi bilan boshlanadi. 9-fakt: Qur'on Ramazon oyida nozil bo'la boshlagan. 10-fakt: Laylatul Qadr 1000 oydan afzal. 11-fakt: islom 5 ustun ustiga qurilgan. 12-fakt: kuniga 5 mahal namoz farz. 13-fakt: zakot islomning ustunlaridan biri. 14-fakt: Ramazon ro'zasi balog'atga yetgan musulmonlarga farz. 15-fakt: haj imkoniyati bor kishiga umrida bir marta farz. 16-fakt: Ka'ba musulmonlarning qiblasi. 17-fakt: Masjidul Harom dunyodagi eng muqaddas masjid. 18-fakt: Masjidul Nabaviy Madinada joylashgan. 19-fakt: Masjidul Aqsa islomdagi muqaddas 3-masjid. 20-fakt: Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambardir. 21-fakt: u zot 40 yoshlarida vahiy ola boshlaganlar. 22-fakt: hijriy taqvim hijrat voqeasidan boshlanadi. 23-fakt: Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu birinchi xalifa bo'lgan. 24-fakt: Umar ibn Xattob roziyallohu anhu adolatlari bilan mashhur. 25-fakt: Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Qur'on nusxalarini birlashtirish ishiga boshchilik qilgan. 26-fakt: Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu 4-Roshid xalifa bo'lgan. 27-fakt: Qur'onda Maryam alayhissalom nomi zikr qilingan. 28-fakt: Qur'onda eng ko'p zikr qilingan payg'ambar Muso alayhissalom. 29-fakt: Iso alayhissalom ham islomda ulug' payg'ambar hisoblanadi. 30-fakt: Nuh alayhissalom qavmini juda uzoq yillar da'vat qilganlar. 31-fakt: Bismillahirrohmanirrohim deyarli barcha suralarning boshida keladi. 32-fakt: har bir amal niyatiga qarab boshlanadi. 33-fakt: Alloh tavba qilgan bandani kechiruvchi zotdir. 34-fakt: duo ibodatning muhim turlaridan biridir. 35-fakt: ota-onaga yaxshilik qilish islomda juda ulug' amal. 36-fakt: qarindoshlik rishtalarini saqlash savobli ish. 37-fakt: yolg'on gapirish gunoh hisoblanadi. 38-fakt: g'iybat qilish qat'iyan man etilgan. 39-fakt: halollik musulmonning go'zal sifatidir. 40-fakt: ilm olish har bir musulmon uchun muhim fazilatdir. 41-fakt: jannatning 8 darvozasi borligi hadislarda kelgan. 42-fakt: jahannamda Allohga panoh so'rash tavsiya etiladi. 43-fakt: farishtalar Allohning amrini so'zsiz bajaradilar. 44-fakt: Jabroil alayhissalom vahiy bo'lib kelgan farishtadir. 45-fakt: har bir insonning amallarini yozuvchi farishtalar bor. 46-fakt: qiyomat kuni har bir inson amallar uchun hisob beradi. 47-fakt: Qur'onni o'qish va unga amal qilish katta savobdir. 48-fakt: sadaqa baloni qaytarishiga oid hadislar mavjud. 49-fakt: Allohning 99 ta go'zal ismi Asmoul Husno borligi hadislarda rivoyat qilingan. 50-fakt: islom rahm, shafqat, adolat va ezgulikka da'vat qiladigan dindir. Agar bu faktlardan siz uchun yangilari bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi islomiy videolarni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.